kitobi, bolaga kitob bering. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oqqush, oq kaptar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Internet degan ajdar, simidan oqar zahar, dod demang ro'zi mazkur, bolaga kitob bering. Xonlar kabi yurganlar, xon saroylar qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Ko'krak kerib yurganlar, ko'rkam saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Qing'ir yo'ldan yurmasdan, peshonaga urmasdan, kimdir pichoq bermasdan, bolaga kitob bering. Gullar quchib yurganlar, gul saroylar qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Buxoriy sarvarim ul, Termiziy anvarim ul, Mahmud zamaxsharim ul, bolaga kitob bering. Keskir qilich bo'lsin u, kitobga o'ch bo'lsin u, yengilmas kuch bo'lsin u, bolaga kitob bering. Bugun 23-aprel butun jahon kitob va muallif huquqi kuni. Mening qo'limda kitob Xudoyberdi To'xtaboyevning Mungli ko'zlar kitobi. Ushbu kitob Alisher Navoiyning Hamsa kitobi. Ushbu kitob Xudoyberdi To'xtaboyevning Qiz bolaga tashatmang kitobi. Ushbu kitob Oybekning Bolalik xotiralarim kitobi. Yoshlar kutubxonasidagi Abdulla Qahhorning Anor kitobi. Pirimqul Qodirovning tanlangan asarlari. Qo'limdagi kitob Abdulla Oripovning saylangan kitobi. Ana bolajonlar, har bir kitobimizning o'z nimasi bor ekan, muallifi bor ekan. Mana O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida mana shu yerda mualliflik huquqi belgilab o'tilgan.